Mana biz hozir ushbu kunda Jalqo'rg'on bozorida ko'rgazmali bozor bo'lgani uchun hamma dehqon bozori, Surxondaryo viloyatining dehqon bozorlarini hamma bozor direktorlari ishlayapmiz. Jalqo'rg'onda bozorni ko'rib o'zimizga yetarli darajada xulosa oldik. Shundan o'zimizni bozorga yo'q narsalarni talqin qilish uchun o'rganish sifatida keldik. Bozor juda yaxshi rivojlantiribdi, juda ham yaxshi. Mana yarmarkalarda odamlar gavjum, arzonchilik, xalqqa juda ham yengillik tarzi ko'p, kliklar qilingan, raqamlashtirilgan, hozir zamon talabiga javob beradigan texnika uskunalari, bozordan kirish joyida tozaligi, ozodaligi bilan ajralib turibdi. Bizlarda hozir qiladigan ishimiz mana bozorni qanday rivojlantirish kerak, bozorda nima bo'lish kerak, birinchi navbatda nimalar qo'yilishi kerak. O'shalarni o'zimizga dars qilib oldik. O'zgarish qilamiz. Bizda kamchiliklarimizni mana hozir Jalqo'rg'on bozorida, dehqon bozorida ko'rdik. Yana bundan tashqari ham bizdagi bor narsalarni mana Jalqo'rg'on bozorida kamchiliklarini bizlar ularga o'rgandik. Shu masalada bu haligi uchrashuv o'zimizda chiqqan nimalarni almashuvi bo'ldi. Bizda borini ularga o'rgatdik, ularda yo'q, ularda borni bizda yo'qligini ulardan o'rganib oldik. Shunga yetarli darajada Surxondaryo viloyati dehqon bozori bilan hamjihat bo'lib xulosa chiqarib oldik. Hozirgi kunda Jalqo'rg'on bozori namuna bozori deb aytsak ham sazovor bo'ladi, maqtashga sazovor bo'ladi.